Xo'p, bugungi dastavka jarayonlarimiz Samarqand hamda Navoiy viloyatlariga bo'lyapti. Xo'p, Samarqand viloyatiga penabloklarimizni Euro komplektlarini akalarimiz zakaz qilishgan. Komplektimizda 4 ta qolip, kompressor 50 talik bo'ladi. Ichida shlanka, pulzatorlari, pena generator, mana bu yerda mikserlari, rastvor bochka, latok, kolonna, bir paqir bonusiga penalargacha bor. Ya'ni penablok ishlab chiqarish uchun hamma narsasi mujassam. Hozir bolalar olib borib, o'rnatib, ishlab chiqarish yo'li qo'yib beradi. Keyingi Navoiyga bo'lsa, 3 tasi birda ham gazoblok quysa bo'ladi, ham penablok quysa bo'ladi, hamda tomlarga, kirishalarga loy bossa bo'ladi. Buni ichida hozir termopanel hamda gibki kamen uskunasi ham bor. Shu yerda hozir 5 xil biznes bor. Ishonasizlarmi do'stlar? Mana shu ko'rib turgan mashinalardagi hozir 5 xil biznesni joylaganmiz. Ya'ni gazoblok quysa bo'ladi. Mana bu yerda gazoblok qoliplari bor. Mana bu yerda mana misharkalari hamda qo'shimchasiga penablok ham quysa bo'ladi. Ichida pena generatorlarimiz, kompressorlarimiz bor hamda termopanel, gibki kamen quysa ham bo'ladi. Bular ham bor. Xudo xolasam bu bizneslarimizni olib borib, o'rnatib, ishlab chiqarish ko'rsatib bergan jarayonlarni ham kanalimizga joylab boramiz. Xullas, mana bu yerda seximiz bor. Mana istalgan razmerda penablok, gazoblok yoki tomlarga loy bosish xizmati yoki termopanel, gibki kamen, fasadni plitalarimiz, burchatka uskunalari biznesiga qiziqadigan do'stlarimiz bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat qilaverasizlar do'stlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor yoki shu yerga kelib o'rganadigan bo'lsanglar do'stlar, gastnitsalarimiz bor. Besplatniy bo'ladi. Yeb, ichish, iftorlik, saharlik hammasi bizning zimmamizdan. Dastavka ham bizning zimmamizdan bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul. Mana realniy holati dastavka qilayotgan joylarimizdan bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammanglarga rahmat. Kanalga obuna bo'lib, like tugmalarini bosib qo'yasizlar. Soatimiz kechki 9 dan 25 daqiqa o'tdi. Keyingi dastavkamiz ikkalasi ham Qashqadaryoga, bittasi Qashqadaryoning o'ziga, bittasi Guzorga bo'lyapti. 2 komplekt penablokni Euro komplektlarini yuklayapmiz. Xo'p, mana mashinamizning nomerlari. Akamiz shu yerlik, faqat Toshkent partiyada. Xudo xolasam, penablok quyish uchun kerakli hamma narsalarni yuklaganmiz. Mana Qashqadaryodan xudo xolasa ikkita joyda penablok uskunalarimiz olib borib o'rnatib ishlab chiqarish yo'lga qo'yib beramiz. Qashqadaryoda xudo xolasa penablok biznesi yana ham rivojlanishiga hissa qo'shmoqdamiz. Dastavkamiz bor O'zbekiston bo'ylab 24 soat. Xudo xolasa kech demasdan albatta yuklab o'z egalariga jo'natyapmiz. Sizlarga ham shu biznes kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomer ekranda. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.